Xo'p, Farg'ona mashina bozoridamiz 8-iyun sanasi tikolarcha kirib keldik. O'tgan bozorda tikolarni olmadik. Ko'ramiz narxlari qanaqa tushdimi, oshdimi, sizlarga tanishtirib boramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boramiz. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, do'stlar, birinchi tikomiz yashil rangda. Yili nechida? 2000-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bor kraskalari, xo'p, balon holatlari. Pul arzon mana do'stlar. O'tgan hafta chiqmadik bozorga, tiko bozoriga. Xo'p, chexollari bor. Barlari bor, poliglari bor. Putlargacha bor ekan даже. Xo'p, kapot chiqmas. Bu benzindami aka? Benzin ekspertiza ba'zigadan tekkizotvoradi. Motorlarda ishi yo'q. O'zimning nomimda. O'zlarining nomida general qilib beriladi. Rasxodlari yo'q-a motorda? Rasxodi yo'q. Korobka ходовойlar Zo'r. Tana holatda. Qayerda mashinasi hozir? Qumtepa. Qumtepaning mashinasi. Qancha so'rayapsiz? 1,5 ozgina tushib beramiz. 1,5 ming? Ham kelishaveramiz. Kami bor. Variantga qancha puli borga beramiz? 700-800 pul bo'lsa kelishaveramiz. 700-800 puli borga, xudo xolasa 2000-yil ishlab chiqargan tikomiz. Variantga ham berilyapti. 1,5 ming yana qancha kami bor? Qancha qilishdi aka? 1350 qilishdi. 1350 ga qo'shilsa 1400 ga berib yuborarkansiz-da. Telefon qo'yamiz do'stlar. Bozorga qarab bo'lyapti. Bozorga qarab narx qo'yilyapti. Variantga ham xudo xolasa 700 puli borga berilar ekan, kelishilgan holda. Barterchi? Kelishaveramiz barter. Barter ham tiko jigulilarga qilaverasizmi yo? Shiguliga qilib. Faqat deo? Telefonga ham kelamiz. Telefonga ham, iPhone'larga. Bu ham o'zlaringdan-a? Ha, 99. 99-yil ishlab chiqarilgan. Stalnoy svetdagi tikomiz sotilyapti. Kraskasi buni? Kraskalar bor. Kraskalar bor, xo'p, berkalari. Yaxshi ekan. Rasxodlari yo'q. Bu benzindozda, benzindozda, xo'p, balonlari. 99-yil xo'p, chexollar qilingan. Poliglari yo'q ekan, kovriklari bor. Qayerda mashinasi edi aka? Qumtepaniki. Bu qancha so'rayapsiz buni? 1400 ta kam bor. Bu 1400 kam bor, bu 1,5 ming kam bor, 1400 kami bor. Qancha qilishdi buni aka? Qilishyapti aka, endi bozor bo'shandi. Narigina savdo bo'ldi, bu endi. Bu hali savdo bo'lgan yo'q, narigi 1350 ga berilmabdi. 1400 ga xudo xolasa berib yuboriladi. Bu variantga beriladimi? Beriladi, ikkosi ham chiqadi. Qanchaga variantga berib olamiz buni? Yarmi bo'lsa aka. Yarim puli borga 600-700 puli borga variantga kelishadi, xudo xolasa. Nomeringizni aytasiz? 94li 857 68-63 xudo xolasa arzonroq qilib beriladi, telefon qilaveramiz do'stlar. Xo'p, 2002-yil ishlab chiqarilgan tikomiz sotilyapti. Variantga sotilyapti ekan do'stlar. $500 puli borga 12 oy davomida $200 dan to'lanar ekan. Xo'p, balon holatlari yangi. Xo'p, chexollar qilingan barlar bor, poliglar bor, magnitofon kolonkalar ishlar ekan. Probeg qancha yurgan aka? 233 ming halol-a? 233 ming probegda 2002-yil tikomiz. Bu kraskasi aka? Bor aka, bor kraska. Motorda rasxod yo'q-a? Bu benzindami? Propan, dokumentalniy propan degan mana. Tayyor holatda variantga sotilyapti. $500 puli borga 12 oyda $200 dan to'lanar ekan. Tanarxi ham 2300 aka. O'zini tanarxi ham 2300 ekan. Xo'p, nomerlari 33li 746 0707 aloqa qilib ko'ramiz. Dokumentda xudo xolasa muammo bo'lmaydi-a? Endi pul to'lab bo'lgandan keyin o'zlarining nomida ekan. Xo'p do'stlar, har doim avtomat so'rashardi kommentariyada. Mana avtomat korobkada 96-yil koreyskiy tikomiz chiqib qoldi. Sizlarga obzorni qisqacha tanishtirib boraman. Kraskasi buni bor. 20-30% kraska, balonlar yangi qo'yilgan. Xo'p, motor ko'rsatib qo'yamiz. Ochiq ekan, shekilli ochiq ekan. Ko'ring. Benzindozda? Benzindozda. Xo'p, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Motorlar svarka degan tagida ham ustida ham yo'q. Chiziq ham yo'q. Chiziq ham yo'q, toza holatda. Rasxodlari yo'q, xudo xolasa. Motor, korobka, ходовойlar Hech nima rasxod yo'q. Umuman rasxod yo'q ekan do'stlar. Xo'p, chexollari zavodskoy chexol ekan. Qo'llar poliglar qilingan, xo'p, elektronika, rullar qilingan. Do'stlar, avtomat so'raganlarga. Bu qayerning mashinasi? Qo'qon
mashinasi. Dokumentda xudo olsa muammo yo'q, ha? Hozir bo'ladi. Dokument qilib beriladi, razi. Qancha so'rayapsiz? 2450 ga bermadim, 2,5 ga beryapman. 2450 ga berilmadi, 2,5 ga xudo olsa beriladi. Variantga-chi, variantga? Variantga bo'lsa Qancha puli borga? 1,5 borga. 1,5 puli borga xudo olsa kelishilgan holda 3-4 oyga, ha? 3-4 oyga beramizmi? 3-4 oyga variantga kelishilgan holda berilyapti 1,5 ming puli borga. Koreyskiy Tiko'miz avtomatda 96-yil ishlab chiqarilgan. Nomeringizni aytasiz? Nomeringizni? 90lik 564 55 74. Aloqa chiqaramiz do'stlar. Assalomu alaykum. Xo'p, navbatdagi Tiko'miz 98-yil ishlab chiqarilgan oq rangda. Kraskalari necha foiz bor? Bor kraskasi. Tomdan past, xo'p, ballonlari yangi qilingan. Benzinda o'zdami? Benzinda o'zida. Motor holati, rasxodlari yo'q, ha? Yo'q, rasxod. Motorda ходовой korobkalar tiniq. Xo'p, chexollar qilingan, poliklari bor. Xo'p, probek ko'rsatmay qo'ysak ham bo'laveradi. Bu qayerda mashinasi? Qo'qondek. Bu ham Qo'qonniki. Qancha so'rayapsiz buni? 14 ga bermadim, 1,5 ga beryapman. 14 ga berilmadi, 1,5 ga xudo olsa berib yuboriladi. Variantgachi? Variantga 1000 bersa. 1000 puli borga variantga kelishilgan holda 3-4 oyga xudo olsa beriladi. Nomeringizni qaytarib olamizmi? 90lik 564 da 564 55 74. 55-74 aloqa chiqaramiz. Xo'p do'stlar, 84-yil ishlab chiqarilgan Nissanimiz sotilyapti. Xo'p, kuzov Nissan ekan, qolgan joylar hamma yo'q, Tiko. Bu Tiko narxidami yo Tikodan ham arzonmi? Tiko narxida sotilyapti ekan. Xo'p, chexollar o'zini zavodskiy chexoli bo'lishi kerak. Poliklar, barlari bor. Bu benzinda o'zdami? Benzinga ham yuradi, mana gazga ham yuradi. Gazi ham bor, ha? Gazlashtirilgan dokument. Bu metani. Metan temir. Temir metanli, dokumentalli ekan do'stlar. Xo'p, motorni ko'rsatib qo'yamiz. Tiko motor qo'yilgan ekan. Bu qancha so'rayapsiz aka? 15 million kam bor. Dollarda qancha bo'lyapti? 1200 qancha qilishdi? 10 millionga berilmadi. Qo'shilsa xudo olsa kelishiladi. Nomeringizni aytasiz? 90lik 582 75 75 53. 53 aloqa chiqaramiz do'stlar. Xo'p, 97-yil Tiko so'raganlarga navbatdagi Tiko'miz sotilyapti. To'rtta ballon yangi qo'yilgan ekan, kraskalari. Mana shu kraska xolos bor. Pastdagi kaltamonda endi Ha, shu kraska qo'yilgan. pastdagi kaltamonda. Boshqa joyga kraska tegmagan, ha? Xo'p, chexollar qilingan, poliklari bor, to'g'riklari bor. Motorlar yangi remont qilingan. Ko'rsatib qo'yamiz, motorni ham ochib qo'ysiz kapotni. Nimalar chandam bitmagan Xo'p, rasxodlari yo'q xudo olasa. Benzinda o'zida, ha? Benzinda o'zida. Korobka ходовойlar To'g'ri aka. tiniq holatda. Korobka 5 talik. Qancha so'rayapsiz? 2000 so'rayapti. 2000 kami bor. Qancha qilishdi? Ketishyapti. Variantga kelishadi. 20 kunlarda. Ajdaniya bor 5-10 kunga pul yetmaganlarga xudo olasa. Qayerda mashinasi edi? Yangi Qo'rg'on mashinasi. Nomeringizni aytasiz? 94lik 136 80 90 aloqa chiqaramiz. Mashina tiniq holatda ekan. Xo'p do'stlar, 2002-yil ishlab chiqarilgan Tiko so'raganlarga navbatdagi Tiko'miz молочный svetda, kraskalari atvetida kraska bor. Xo'p, birkalarini ko'ryapsizlar. Xo'p, motor holati benzinda o'zida? Benzinda o'zida, akkumulyatorlar yangi qilingan. Rasxod yo'qmi? Korobka ходовойlar tiniq. Xo'p, ballonlar yangi qo'yilgan. Xo'p, chexollar bor, barlari bor, poliklar qilingan, monitorlargacha qo'yilgan ekan do'stlar. Kolonkalari bor. Qayerda mashinasi edi? Qo'qonning mashinasi. Kolonkalar ko'ryapsizlar. Qancha so'rayapsiz aka? 28.
2800 kam bor. Qancha qilishdi? Hali naqd qilingan yo'q. Variantga? Qancha pul borga beramiz aka? 1,5 ming puli borga variantga kelishadi 3-4 oyga. Barterchi? Barter yo'q, faqat sotilar ekan do'stlar. Variantga ham beriladi 1,5 ming puli borga kelishilgan holda. Nomeringizni aytasiz aka? 91 700 2007 aloqa chiqaramiz do'stlar. Xo'p, 99-yil Tiko so'raganlarga navbatdagi Tikomiz sotilyapti. Xo'p, motor holati benzinda o'zdami aka? Benzinda o'zda. Rasxod yo'q motorda. Korobka hadovoylar tiniq. Kraskasi-chi bunaga? Tomdan past kraska sepilgan. Xo'p, balonlar yangi qo'yilgan. Chexollar qilingan, barlar bor, poliklar qilingan. Xo'p. Bu qayerda mashinasi edi aka? Bog'dodda mashinasi. Qancha so'rayapsiz? 1800 kam bor. Qancha qilishdi? 1350 ga qo'shilsa, xudo olsa kelishiladi. Variantgachi? Faqat naqdga sotiladi. Barter ham yo'q ekan, faqat sotilar ekan. 1350 ga berilmabdi. Xudo olsa qo'shilsa kelishilgan holda sotiladi. Ajdaniya bordi-cha pul yetmaganlarga. Bir hafta 10 kunlarga ajdaniyasi bor. Nomeringizni aytasiz? 90-chilik 045 66 46 aloqa chiqaramiz do'stlar.